Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisi sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ma naqasat sadaqatun min malin dedilar. Sadaqat berishlik bilan mol kamayib qolmaydi dedilar. Ya'ni bir odam sadaqat qilsa, uni moli kamaymas ekan, aksincha o'sar ekan. Va ma zadallohu abdan bi'afwin illa izzan. Kim birovni kechirib yuborgan bo'lsa, faqat unga azizlik ziyoda bo'ladi dedilar. Va ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahulloh. Kim Alloh uchun tavozulik qilgan bo'lsa, kichikpeylik qilgan bo'lsa, Alloh taolo uni darajatini ko'taradi. Mana shularning qatorida mol ham sadaqat bilan kamayib qolmaydi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Yana boshqa hadisi sharifda ma'na qasas sadaqatun min malin. Sadaqat molni nuqsonga uchratmaydi, ya'ni kamaytirib qo'ymaydi. Wa ma madda 'abdun yadahu bi sadaqatin illa ulqiyat fi yadillahi qabla an taqa'a fi yadis sa'ili. Sizlarning biringiz bir odamga sadaqat beraman deb qo'lini cho'zsa, savobi to'g'ri Alloh taoloning qo'liga borib tushadi, so'ragan odamning qo'liga yetib bormasdan avval dedilar. Siz birovga sadaqat berasiz, o'sha berayotganingizda savobi Alloh taoloning qo'liga borib tushar ekan. Haligi odamning qo'liga tushib, ya'ni haligi odamning qo'liga tushishlikdan avval uni savobi Robbil olaminning qo'liga borib tushar ekan.